Assalomu alaykum Marg'ilon, sizlar ko'rib turganingizdan juda ham xursandmiz. Mana shunaqa yaxshi kunlarda birida Marg'ilon shahar Guliston mahallasida joylashgan IT o'quv markazining ochilishida turibmiz hozir sizlar bilan. Ana endi sizlar bilan ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Ana ketdik. Kechaga kunda qoladigan hamma gap so'zlar qolsin ishoma kafolatiga qaragin dunyo holatiga tanla ko'p yillar sen bilan bo'ladigan hunar eng qimmat asli ideya hech nima qolmaganda ham qolar g'oya o'zing o'ylagan startapga ishon 100 tali temaga bo'ladi sarmoya zamonga qarab kerakli bugungi sizlar bilan biz guvoh bo'lib turgan IT markazimiz ham yangi g'oyalar joyi kundan kunga borar boyib yetar kerak emas senga hech qanaqa motivatsiya sen o'zi tayyor bir umrli g'oyani amalga oshir qo'lingda hayot raqamli texnologiya davri IT hamma sohani oldi qamrab ish ko'proq aqlda qo'lda kamroq har bitta yo'nalishda bo'ldi hamroh o'zgarishlar kiritadi optimizatsiya yechimlar topilar bu yangi g'oyalar ko'plab eski kasalliklarga davo bo'lar muammolarga IT yechimlar top har sohada qiladigan ishlar ko'p har bir ish zamonga moslashishi darkor Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi kelgan rahbarlarimizga ham, hokimlarimizga batta xizmat qilgan prorablarimiz bor. Hammalariga Alloh umrga umr bersin. Men juda batta faxrlandim hozir. Yoshlarga barakot umr, qariyalar iymon bersin. Chatda chiroyli qilib saqlab, chatda chiroyli saqlab, chatda o'tirib, chatda xizmat qilib, chatda yoshlarga bilim berib, ularga pan-nasihat berishdi. Shuhratillohga Alloh ishlariga rivoj tilaymiz. Chatda eng katta mana shu nimalarni o'rgatib, hunar o'rgatib, kasb-korga baraka bersin. Alloh akbar. Rahmat. Rahmat sizga tashrifingiz uchun. zo'r g'oya qo'lga kirit sarmoya